Sen shoshmang. Bilaman, xato qildim. Kechirasiz, kechiring. Pul kerak ekan. Umid bermasdan. Pulni o'zimdan so'rashingiz bo'lardi-ku. Uzr, kechira olmayman. Faqat shuni so'rash uchun keldingizmi? Qaray olasanmi meni ko'zlarimga bir kun yonimdan o'tganingda qaray olasanmi meni ko'zlarimga O jam. Qilasan har doim kiringlar. Ishing yo'q. Xullas, maktabga yangi o'quvchilar keldi. Hammamiz do'st bo'lib, inoq bo'lib urushmasdan, Sallaga tegishli ayniqsa. Tushundilaringmi? Keyin anaqa bizda yangi kelgan bolalar ashula aytadi. Yo'q, so'z nima deganingiz bu? Hamma yangi kelgan ashula, to'g'rimi? Ashula aytganmisizlar? Ana, aytib ber. Uyalma, anaqa qil. Men bir mahallar yosh. Mana bu rosa aytyapti. G'azillashdim, o'tir. Bo'l. Yaxshi. Qanani darg'a aql peshvosi Umid opa, Rahmatjon. Mazasi yo'q edi. Hozir kelib qolsa kerak. Ha, kipiga olib qopdim. Bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Kiprigim og'rib qoldi. It tavba qildim, men unaqa bo'la. O'tir joyingga. Jim o'tirlaring, hozir ustozlaring kiradi. Bu yomon joyim. Joy talashadigan yoshdan o'tib ketganmiz-ku. Shuncha bo'sh joy bor. Bu senga gapirilmayapti, aqllilik qilmagin. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Ey. Problema kerak bo'lmasa boshqa joyga o't. Da. Ur. Qattiq o'tirishsamdan so'raymanmi? Men ketdim уже. Hey! Qani tez hamming xonamga borlaring. Saman maktabni nima qilsa? Tormoz bo'lganingdan keyin nima qilishim kerak edi? O'sha kungi gaplaring rostmidi? O'zing nima deb o'ylaysan? Bo'pti, kuzatib qo'yasanmi uyimgacha? Sansirama. Yo, men tushunmayman. Nimani kelishib olmayapsizlar? Nimani talashyapsizlar sizlar? Men sizlarga boshida aytdimmi? Kirganda aytdim, o'rtoq bo'laring, do'stlashlaring dedimmi? Nimani kelishib olmayapsan? Nimani kelishib olmayapsizlar sizlar? Asabimga nima bo'ldi o'zi? Joyimga o'tirib oldi. Joyimga o'tirib oldi. Problemani qara kattaligini. Joy tiqilyapti-ku, Rahmatjon. Sen nima joyiga o'tirib olding? Oting nima sani o'zi? Asilbek. Menga qaralaring. Xullas, ertaga hammang ota-onalaring bilan kelasizlar. Tushundilaringmi? So'z shart emas, iltimos. Mayli, keyingi safar agar yana qaytarilsa, ota-onalaring bilan kelasizlar. Tushundilaringmi? Ha? Hozir chiqaman. Tushundilaringmi? Aha. Sansirama. Bo'pti, kuzatib qo'yasizmi uyimgacha? Sansiray qo'yaq. Narsani yig'ishtirib, pasta bo'laman. Keyin problemada. Voy, chimo. Baxtga. Tushunmadim. Sakinsa menga bu taqillik. Qisib yurlaring. Tushundingmi? Alo. Assalomu alaykum. O'xshamadi. Advokat? Xo'p. O'qish qatdan topaman. Xo'p, tushunarli.
Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Ertalabdan sizlar uchun yangi video qo'ydim. Like bosib, komment yozish esingizdan chiqmasin. Befarosatmisan? O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarligi 41-modda haqorat qilish 20 barobardan 40 barobargacha. Ertalabdan nima qilyapsiz bu yoqda? Istoriya otdim. Blogermisiz? Uzr. Oxirroq so'raysiz bo'lmasmidi? Bo'lmasa siz bilan tanisha olmasdim. Aybim shu uchun ish olishingizga yordam beraymi? Yaxshi bo'lardi. Ismingiz nima? Sitora, o'zlikcha. Nomeringizni bersangiz aytaman. Tupoy. O'zbekiston Respublikasi 41-modda. Bo'ldi. Любовь, я давно уже в нее не верю. Любил, но давно уже с тобой не делим. А ты попросила быть с тобой рядом. Но ты не... O'zingdan ketma. Men senga nima deganman? Menga qara, shunchalik ham uradimi, ha? Shunchalik uradimi? Sani xulqing yomon bo'lib ketyapti, Rahmatjon. Men Mamatimga keldi, o'sha chegaradan chiqib ketyapti hammasi. Xullas, menga qara, juma kuni soat 6:00 da adang shodda bo'lsinlar, tushundingmi? Ustoz, men adam yo'q. Lekin ustoz, men sizni adamdek ko'raman. Lekin meni juma kuni vaqtim yo'q deydi, Rahmatjon. Nimaga? Endi maylisim bor. Qanaqa qilib maylisim bo'lsa, men maylisga borishim mumkin. Undan keyin hammani oldida qanaqa qilib men o'zim urushaman, turg'izib olib. Bo'lmasam o'yin kesildi. Ustoz. Ana oyim ham ketib qolganlar. Mayli, siqilma Rahmatjon. Xohlasa men seni zo'r o'qishlarga olib kiraman. Faqat xulqing to'g'rilagin, sen o'zi yaxshi bo'lasan-ku, to'g'rimi? Mayli, boraversan. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'p. Alo. Hoy. Keldinglarmi? Bo'ldi, o'zim kutib chiqaman. Oyimga kelishdi. Ketdilar duding-ku, ketganlar duding-ku. Ha, Buxoroga ketganlar, qaytib kelibdilar. Men kutib olishga borishim kerak. Ustoz, darsdan ruxsat olib berasiz, o'zingiz charchamang. Menga qara, chaqir. Hech kim gapimga kirmayapti meni hech kim. Samandar to'xta. Rahmat joyini tushunmayapman. O'tgan kun bitta qiz bilan ko'rgan edim. Nima bo'ldi unga? Men ham bilmayman. Shirinning o'limidan keyin вообще o'zgarib ketdi. Shirin kim? Rahmatjon bilan Shirin sevishardi. Keyin Shirinni mashina urib ketdi. Shundan keyin boshlandi hammasi. Xo'p, mayli. Nima bo'lsa ham u yomon yo'ldaligi aniq. Men buni tagiga yetishim kerak. Yordam bera olaysanmi? Shirinni qanaqa qilib unutding? Unutib olsam aytaman. Ba'zan qidirib topganing emas, tasodifan uchratganing seni baxtli qilar ekan. Baxtlimisan? Yo'q. Sen mendan yaxshiroqga loyiqsan. Kinodagi gaplaringni yig'ishtir. Rostini aytaman. Sen mendan yaxshiroqga loyiqsan. Menga sendan yaxshisi ham, yomoni ham kerak emas. Menga sen keraksan. Yomg'ir ham yog'ib-da endi. Qachon tinarkin endi bu yomg'ir? Qanaqa uyga ketaman men masalan. To'xta qizim, menga qara. Isming nima edi? Shirinmiding? Sevinch ismi. Ha, Sevinch. Anu Rahmatjon bilan sevishayotgan sanmiding? Yo'q. To'ppa-to'g'ri qilasan. Xulqi buzuq, qirt tarbiyasiz bola u. Mana shu Rahmatjonning orqasidan borib, Bonu degan qiz ketib borgansan maktabdan. Bonu kim? Bonuni bilmaysan. Aytmaganmi senga? O'sha Rahmatjonni deb Bonuni adasi haydab olgan, viloyatga ketkizib olgan. Adasi kim? Men. O'shanga. Yaxshi qilibsan, gaplashma. Nima bo'lgan maktabingizga o'zi? Ketdim. To'xta qizim, ketmagin, to'xta. Nima? Zontiging bor? Qanaqa ketaman endi men? Kostyumiga yechaman. So'ng bosh kiyilib. Yaxshi. Shuning uchun o'zingga mosini topishing kerak.
Qanday so'rayman kim emasligini. Shuni o'zingga loyiq ko'rasanmi? Bormaysanmi? O'zi eplaydi. Seni yaxshi ko'raman. Agar men bilan gaplashsang, Etti o'zi eplaydi. Macho, yo'q bo'lib ketding. Shu hozir aytgan qizingiz bilan shug'ullanaveribman. Qani rezultat? Rezultatni ko'rmayapman. Problema bor. Pul kerak. Pul? Pul hammaga kerak-ku jonim. Kerak bo'lsa ishlash kerak. Qani, men hech qanaqa rezultat ko'rmayapman sen ishlayotganing. Boshda har xil va'dalar beruvding menga. Shu kerak? 5000. Men senga 10 ming, 5 ming emas ukam. Men hazillashayotganim yo'q. Men hazillashayotganim yo'qsanmi? 5000 dollar kerak. Nechu? Nima qilay? Men 20 ming topdim. O'shandan 5000 so'rayapman. Ha, yo'q, shunaqa kelishganmizmi sen bilan? Sen bilan yana nimadan kelishuvding sendan? Ha? Boshda menga nimadan kar qiluvding? Hozirgacha ishlagan pullaring joyiga ketmoqda. Ketib bo'ldi. Qati ketdi. Qorningizgami? Baxtga. Ko'ramlar. Mana bu ko'rib turgan oilalarning hammasi bor-ku. Qiynalgan bechara oilalar. Tushundingmi? Sen o'rayotgan qizlarni otalari mana shu oilalarni qaqshatgan odamlar hisoblanadi. Tushundingmi? Men u pullarni hammasini haqdor odamlarga qaytarolmayman.